12 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarni birinchi 10 ming dollarini topish uchun 5 ta qadam. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Birinchisi, Instagramdagi kasblardan bittasini tanlab olamiz. Misol uchun, storieslar yuritish, stories maker kasbi yoki videolar olish, mobilograf kasbi. Ikkinchisi, 3 ta mijoz olib, ularga tekinga ishlab berib, tajriba yig'ib, portfolio yaratish kerak. Qilayotgan ishingizni endi pulga sotishni boshlaysiz. Nech pul topaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, oyiga kamida 400 dollardan pul topsangiz bo'ladi. 4-qadamni aytishimdan oldin mana sahifamga obuna bo'lib qo'ying. O'sha yig'gan bilim tajribalarimizni Instagramda blogimizni ochib, bo'lishni boshlaymiz. 5-chi eng katta daromad olib keladigan qadam esa bu shogird olishni boshlash. Blogingizni yurg'izganingizdan keyin sizdan so'rashni boshlashadi. Ishingizni o'rgating deb. O'sha yerdan shogird olishni boshlaysiz. O'rgangan bilim va tajribalaringizni 1,5 ming dollardan sotsangiz bo'ladi. Va shuna qilib siz Instagram orqali 10 ming dollar yoki undan ham yuqori daromad qilishingiz mumkin. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Yana qanaqa Instagramdan daromad yo'llarini bilmoqchi bo'lsangiz, daromad so'zini izohlarda yozib qoldiring. Men sizga tayyor darslik yozib qo'ygan.